Assalomu alaykum. Barchangizni onlayn podkastimizda ko'rishdan xursandmiz. Men ismim Farid, Alifda data engineer bo'lib ishlayman. Va Assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun. tak. Javohir, o'zingiz haqida bir ikki so'z gapirib bersangiz. Xo'p, shu ismim Javohir. Hozir Londondaman. Bloomberg kompaniyasida data engineer bo'lib ishlayman. Londonga kelganimga, ish boshlaganimga sentyabrda boshlaganman. O'zim Germaniyada magistraturani o'qiganman. Bakalavr Inhada o'qidim. Endi shu paytgacha Bloombergdan oldin bir ikki boshqa kompaniyalarda ishladim. Siemens, Nielsen ham boshqa. Shu qisqacha. Ovozim yaxshimi o'zi? O'zbekcha. Tak. Data engineer sifatida boshida qanday xatolar qilgansiz? Qanaqa xatolarni ko'rgansiz boshqa odamlardan? Data engineer sifatida xo'p, xatolar boshida emas, hozir ham masalan ko'raman. Birinchi o'rinda men aytadigan narsam shu bo'lardi. Endi hamma data engineer ham o'zini nima ish qilishi haqida juda ham past baho beradi deb o'ylayman. Masalan, nima ish qilasan desa, men faqat prosta masalan datani A pointdan B pointga move qilaman yoki ko'chiraman deb aytadi. O'zi masalan siz nima ish qilishingiz haqida 3 ta metod bor. To есть 3 ta kriteriya bor. Masalan bittasi what you do, nima qilasiz. Ikkinchisi how you do. Juda ham ko'p data engineerlar bilaman, faqat birinchi ikkitasiga e'tibor beradi. Boshqa aytishlarida ham masalan deylik, men Python ishlataman, datani masalan deylik bu database yoki bu database yoki deylik bu warehousedan bu warehouse o'tkazaman deb nima beradi. Lekin uchinchi point bor, why. Nimaga qilasan? Ya'ni shu narsaga ko'pchilik javob bermaydi. To есть kimdan so'rasangiz, masalan nima ish qilasan desa, to есть datani u joydan bu joyga o'tkazaman deydi. Masalan qanaqa intervyuda ham yoki boshqa narsada ham, lekin o'zi aslida why degan javobga hech kim javob bermaydi. Masalan juda ham kamchilik javob beradi. Ya'ni o'z nimaga qilib turganini, masalan deylik aytishim mumkin. Men prosta masalan deylik data visualization dashboard qurdim yoki deylik men prosta tak mana bu datani masalan deylik process qildim, mana buni qildim. Lekin aslida boshqacha boshlash kerak deb o'ylayman. Ya'ni masalan bizning jamoada masalan deylik meni stakeholderlarim olish kerak bo'lgan ma'lumotlarni masalan deylik bir kunda emas, bir oyda olib turadi. Bu ulardan masalan deylik 10 barobar ko'p vaqt olib turadi. Bundan tashqari biz hamma ma'lumotlarni o'z vaqtida ko'ra olmay turdik. Shuni hisobiga masalan deylik sotuvimiz tushib ketadi yoki deylik shunga o'xshagan. Ya'ni hammasini business impact bilan bog'lash kerak. Ya'ni nimaga o'zi underscore nimaga yotyapti. O'shani hisobida ya'ni nima qilib turganini odam tushunsa, o'zi masalan siz qilib turgan ish o'zi biznesga qanaqa impact berib turganini tushunsangiz, menimcha ko'p savollar o'zingizga ham aniq bo'ladi. Ya'ni siz masalan cool technologyni ortidan quvmaysiz yoki deylik ham masalan hamma xohlaydi. Masalan deylik men data streaming qurishni xohlayman yoki deylik men qanaqadir masalan 1 terabaytlik anaqani real time masalan 1 sekundda process qilishni xohlayman deydi. Lekin aslida business use case'dan olib qarasangiz, bu o'zi kerak bo'lmasligi mumkin-da. Masalan sizga faqat bir oyda kerak bo'lgan dataga qanaqadir olish kerak bo'lgan datalarga masalan data streaming solutionlar qurish shart emas-da. Shuni hisobidan ko'pchilik qiladigan xatolar men o'ylayman data engineerlar o'ziga juda ham past baho berib gapiradi o'zi haqida. Shu. Endi boshqa xatolar ham bor, lekin vaqtimiz chegaralangan, o'shanga hammasiga to'xtalib o'tirmayman. Bilim, to есть savolingizga
то есть bo'lib javob beraman. Ya'ni qanaqa, masalan, hamma aytishni anaqasida karyerasi davomida masalan o'sha ko'nikmalar kerak bo'ladi. Bu ko'nikmalar ham to есть hamma anaqa fazada har xil. Masalan, asosiy men 3 taga bo'lgan bo'lardim. Masalan, bittasi deylik, siz hali ish topganingiz yo'q, ish topishgacha bo'lgan. Masalan, rezyume yozib yuribsiz, rezyumeni topshirib yuribsiz. Masalan, ikkinchisi bu intervyu jarayonidagi ko'nikmalar masalan. Uchinchisi bu ishga kirganingizdan keyin ishda o'sishda bo'ladigan ko'nikmalar. Shuning uchun men doim 3 ga bo'laman. Uchalasida sizga har xil ko'nikma kerak-da. To есть masalan, dilgari ish topib, masalan, rezyumeda siz ish topish uchun ishlatgan ko'nikmalar ishdan keyin ishda masalan deylik juniordan seniorga ko'tarilish uchun yoki deylik intervyu davomida boshqa ko'nikmalar kerak bo'ladi-da, ular ishlamaydi. Shuning uchun men shu 3 ta fazaga bo'lib javob bergan bo'lardim. Birinchisi, savolingizni o'zi qaytarib o'rasiz, to есть muhim dedingizmi yoki nima xatolar qildim dedingizmi? Muhim dedingiz-a? Muhim bo'lgan boshida ham muhim bo'lgan, hozir ham muhim bo'lgan ko'nikmalardan bittasi bu men o'ylayman tez adaptation qilish, tez moslashish. Responsibility o'zgaradi. Masalan deylik, qaysidir payt siz faqat deylik, masalan, просто database bilan ishlashingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qaysidir payt masalan deylik big data masalan tema bo'ldi. Qaysidir payt prям cloud kirib ketdi, masalan deylik, u hamma keyin prям cloudga o'tib ketdi, object storage'ga yoki deylik shunga o'xshagan nimalarga. Men o'ylayman, masalan deylik, nima so'ralib turgan bo'lsa yoki deylik, haligi nima desam bo'ladi, o'zingizda sferangizda haligi oxirgi yangiliklar, oxirgi texnologiyalar ham ishlatib turgan toollar bilan doim up to date bo'lib yurishingiz kerak. U uchun masalan deylik o'zingiz qiziqib, qanaqadir masalan deylik artikellar o'qib yoki deylik data engineering eventlarga borib yurishingiz ancha foydasi katta. Hop, rezyume topshirishda men o'ylayman, har holatlar bo'lgan. Masalan, men esimda data analitikadan data engineering o'tib turgan paytimda menda cloud bilimlari yo'q edi. Lekin vakansiya ochilgan edi. Men shunda do'stimga menga referral qilib bergin deganmanda, rezyumemga hali to есть cloud skilllarim yo'q, lekin cloud skilllar o'rganyapman deb turib, bitta kursni sertifikatini prям Google Docsga link qilib jo'natganman. Shu kursni o'qiganman deb. Keyin uni yuborib rezyumeni o'sha paytda prям ular ko'rib chiqqungacha men o'sha kurs tugatishni boshlaganman. Keyin kurs sertifikatini o'sha Google Docsga qo'yib qo'yganman. O'sha payt men o'sha paytgacha, to есть o'sha intervyuga o'tganimgacha men 10 ta joyga yoki 15 ta joyga topshirgan edim data engineering bo'yicha. Hammasida intervyugacha bormaganman. Doim hammasida menda analiz qilganimda eng kam anaqa, to есть meni orqaga tortgan skill bu cloud skilllar bo'lgan o'sha paytda. Примерно 2022-yil haqida gapiryapman. O'shandan keyin tushunganman, to есть nimaga chaqirib turganimni, o'shani keyin shu narsani qo'shganman. Men aytmoqchimanki, doim baribir tahlil qilib, o'sha nima so'ralib turgan bo'lsa, iloji boricha shu so'ralib turgan texnologiyada o'zingizda yaxshilab borishingiz kerak. Chunki responsibilitylar o'zgaradi. Masalan, deylik, oldin data engineerlar deylik, masalan, просто data visualization uchun output chiqarib bo'lsa, masalan, hozir faqat AI modellar uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki LLM modellar uchun, ular uchun masalan deylik, oldin faqat deylik siz tabular data bilan ishlatgan bo'lsangiz, masalan deylik, hozir video bilan yoki deylik unstructured datalar, masalan deylik rasmlar, multimodal anaqalar bilan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men o'ylayman, asosiy ko'nikmalardan bittasi bu adaptability. Shu. Ya'ni tez o'zgarish kerak deganda, masalan, ko'pchilik noto'g'ri tushunadi-da. Ya'ni ko'pchilik ham masalan deylik data engineering tanladimi, endi masalan tez o'zgartirish kerakmi? Ham front-endga o'tib ketib qoladi. Masalan, adaptability bu emas. To есть ko'pchilik masalan zamon bilan moslashib yurish kerak deganda chalkashtirib qo'yadi. Yo'q, sen ham shu karyerada masalan deylik faqat shuni ichida aylanib yursiz bo'lishligi mumkin deb o'ylayman. Ko'proq nima desam bo'ladi, boshida baribir bitta nishada, lekin masalan skilllar orasida adaptable bo'lsangiz yaxshi. Shu.
Rahmat. Adashmasam hozir Bloombergda ishlaysiz. Aha. Shu o'tishga qaysi qadamlar yoki qarorlar sizga ko'p ta'sir bergan? То есть Bloombergga ishga kirishimda qaysi ko'nikmalar yoki deylik qaysi jihatlar yoki qaysi faktorlar ko'proq rol o'ynagan demoqchisiz, to'g'rimi? To'g'ri tushundimmi savolingizni? Da, to'g'ri. Xo'p, men aytaman, menga bog'liq bo'lmagan faktorlar bor, menga bog'liq bo'lgan faktorlar bor. То есть, masalan deylik, mana menga bog'liq bo'lmagan faktorlar bular bo'lishi mumkin, masalan deylik right timing yoki deylik masalan deylik o'sha paytda masalan deylik men qaysi joyda bo'lib qolishim bo'lishi mumkin. Bu narsalarni men boshqara olmayman, to'g'risini aytishim kerak. Lekin o'zimga bog'liq bo'lgan tomonlarni aytaman. O'zimga bog'liq bo'lgan tomonlar masalan deylik nima qilganlarim juda ham probabilityni oshirgan. Bloombergga kirishimda deb o'ylayman. Endi yana aytaman, bu yerda yana o'sha 3 xil step bor. Birinchisi masalan intervyudan o'tishimda kerak bo'lgan skilllar. İkincisi bu masalan deylik rezyume, ya'ni meni rekruter prям e'tiboriga tushib, rekruter meni intervyugacha taklif qilishgacha bo'lgan skilllar. Shu asosiy ikkitasiga bo'lib aytaman. Endi birinchisi meni intervyugacha kelishimgacha muhim bo'lgan faktorlardan bu bittasi men o'qish davom, to есть ish davomida ham o'qish davomida ham kerakli tajribalarni olib yurgan edim. To есть internshiplar qilib, universitet davomida ham o'qishni tugatmasimdan oldin o'sha anaqa yurardim. Nima desam bo'ladi? O'sha internship qilib, experience olib, tajriba olib yurardim. Keyin bakalavrda men shu ishlarni ishlab yurganimdan keyin magistraturaga Germaniyaga kelganman. Magistraturaga Germaniyaga kelganimdan keyin Germaniyada menga rekruter aloqaga chiqqan. To есть biz Berlinda Germaniyadagi studentlar uchun tadbir o'tkazyapmiz. Agar qiziq bo'lsa, to есть shu tadbirga kelgin degan. O'shanda kelganman, ko'rishganmiz. Keyin o'sha payt Bloomberg haqida, prям intervyu prosesi haqida menga informatsiya bergan. Keyin ular aytgan, to есть agar ish pozitsiyalar ochilsa, to есть 2025-yilga, 2024-yilga ochilsa, to есть xabar beramiz degan. Shunaqa qilib xabar berishgan, keyin shundan keyin intervyudan o'tganman. Endi full time position ga ishga kirish uchun Big Tech'larga men o'ylayman eng katta, eng zo'r yo'l bu universitet paytida yurganda internshiplarga harakat qilish. O'sha kompaniyaning internshiplariga. Men internshipga birinchi o'tganman, internshipdan keyin menga bular full time ga offer berishgan. O'shaning uchun men o'ylayman asosiy bitta faktor, masalan deylik, top universitetlarga topshirsangiz, men bitta kirganimdan keyin bildim. Hamma katta kompaniyalar top universitetlariga, masalan bilmayman, bu top 100 talik bo'lishi mumkin. Ularga universitet o'zi boradi. Qanaqa bir tadbirlar uchrashtirib, masalan deylik, o'sha on campus recruiting deydi. Masalan Bloombergning HRlari boradi universitetlarga, o'sha yerda prям suhbat o'tkazib, masalan deylik intervyu qilish. Endi bu sizga masalan intervyu davomida advantage bermaydi, lekin intervyugacha bo'lgan jarayonda baribir advantage beradi deb o'ylayman. Intervyugacha chaqirilishingiz uchun. Endi intervyu davomida o'tishni kerak bo'lgan skilllar bular. Endi ko'p hammasini sanab o'tirmayman. To есть asosiy hard skilllar, masalan data engineering bo'yicha hard skilllar o'rganib yurganman. Endi bularni hamma odam hozir Googledan topishi mumkin. Men faqat to есть iloji boricha masalan deylik Google'da yo'q, lekin o'zim tajribamdan kelib chiqqan masala aytaman, hard skilllardan tashqari. Ya'ni xo'p, birinchi o'rinda masalan juda ham ko'pchilik juda ham yaxshi bilimli, yaxshi ishlar qilgan data engineer bo'lishingiz mumkin, lekin uni siz qanday qilib prezentatsiya yoki qanday qilib uni gapirib bera olmasangiz ham bu ham bitta minus tomon. O'shaning uchun men o'ylayman, bu narsa nimadan keladi deb o'ylaysiz? Bu praktikdan keladi. Masalan intervyularga kirib, o'sha to есть fail bo'lib, ularni masalan tahlil qilib, o'sha yurganingizdan keyin o'zingiz bilib qolasiz. To есть qanday qilib prezent qilsangiz bo'ladi, masalan qilayotgan ishingizni qanday qilib aytib berishingiz kerak. Ya'ni nima desam bo'ladi? Mana bunaqa narsa borda, what you speak is not what they hear. Ya'ni siz og'zingizdan chiqqan, siz nima deganingiz ular eshitgan emas. O'shaning uchun men o'ylayman, ular nima eshitishi baribir
o'zi masalan matematikga olib qarasangiz prям logiga to'g'ri keladi deysizda, masalan ular prям eshitish kerak bo'lgan narsa avtomatik siz aytgan narsaga to'g'ri keladi deyishingiz mumkin, lekin aslida olib qarasangiz hamma eshitmoq, masalan deylik sizni kim intervyu qilib turganini qarab turib, ular o'zi eshitmoqchi bo'lgan narsasi bor ichida. O'sha narsani aniqlab olish menimcha eng muhim narsa deb o'ylayman. Masalan deylik siz HR bilan gaplashib turganda u sizdan boshqa narsani so'rashligi mumkin, shu senior data scientist xohlagan narsadan ko'ra. O'shaning uchun shu narsalarni ikkalasiga bir xil yondashuv yoki bir xil presentation menimcha o'tmaydi deb o'ylayman. Ikkalasiga ham o'ziga kerakli narsani bera olishingiz kerak. Buni qayerdan o'rganaman desiz, yana aytyapman, bu faqat shu praktikdan keladi. Men masalan deylik hozir sizga 10 ta qanaqadir nima deydi sekret yozib bera olmayman. To есть mana buni qiling, shuni prям apply qilsangiz ertadan уже hamma ishingiz 5 bo'lib ketadi deya olmayman. O'shaning uchun faqat praktik prям intervyularga o'tib yurishingiz kerak. Mock intervyular qilsangiz ham yaxshi. Shu endi yana bitta aytishim kerak bo'lgan narsa bu communication. Bizda juda ham ko'p, masalan men o'zim ham intervyu jarayonlarida qatnashganman. Bilardim, masalan bolalarda juda ham skilli yaxshi, bilimi yaxshi, lekin kommunikatsiyasi unaqa yaxshi emas. Siz bilan masalan deylik kollega sifatida yaxshi gaplasha olmaydi. Shu narsalarga menimcha e'tibor berishlari kerak deb o'ylayman. Hard skilllardan tashqari. Shu ko'nikmalar menimcha. Tak, katta kompaniyalarni aytib o'tdingiz. Yana bitta savol paydo bo'ldi. Yevropa bilan O'zbekistonni kompaniyalarini farqini ko'rganmisiz? Qanaqa farq bor? Xo'p, endi balki bu boshqa odamning tajribasida boshqaroq bo'lishligi mumkin javoblari, lekin meni tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, to'g'risi men juda ham kam ishlaganman O'zbekiston kompaniyasida. Men O'zbekistonda ishlaganimda ham Yevropaning kompaniyasida ishlardim. O'shani hisobiga endi masalan O'zbekistonning kompaniyasi bilan bit kompaniya bu yerda masalan Big Tech, men aytmoqchimanki, davlat masalasi masalan Big Tech bilan to есть kichikroq kompaniyalar farqini aytaylik-da. Xo'p, masalan men o'ylayman Big Tech'dagi anaqalar, Big Tech'dagi kultura to есть ish jarayoni qanaqa ma'noda sekin bo'ladi. Ikkinchisi bu tool agnostic deydi, ya'ni qanaqa desam bo'ladi. Siz masalan sizni professional tarzda tayyorlaydi, что siz qanaqadir masalan toolga bog'lanib qolmaysiz. Ya'ni siz nima system levelda sizga masalan o'rgatadi. Ya'ni men sizga nima deyishim mumkin? Men masalan Big Tech'larda ishlashimdan oldin e'tibor berardim. Men faqat prям tool'larda o'rganishim kerak. Masalan deylik data orchestration uchun Airflow, masalan deylik data processing uchun qanaqadir tool yoki deylik DBT ni o'rganishim kerak, ETL uchun shunga o'xshagan masalan toolga e'tibor berardim. Keyin shu tushundimki, masalan hamma mas'ul, to есть ko'p Big Tech'larda masalan Google'mi, Meta'mi yoki Bloomberg'mi hammasida o'zlarining in-house tool'lari bo'ladi. Siz bu yerga kelganingizdan keyin to есть siz uchun hamma mashhur bo'lganingiz uchun hamma qulay bo'lgan tillarni yoki deylik tool'larni ishlata olmaysiz. Avtomatik bu sizga challenge bo'ladi, что siz endi masalan problemani yechish uchun to'g'ri kelgan, masalan o'sha har xil fazalarda to'g'ri kelgan tool'ni topishga harakat qilasiz. Masalan endi siz men Mabitda Airflow ishlashim kerak demaysizda, siz masalan aytishingiz kerak, menda mana shunaqa muammo bor, shu muammoni mana bu joyida men orchestration qilib beradigan qanaqadir jarayon qurishim kerak. Shunaqa deb fikrlaydigan bo'lib qolasiz. Ya'ni system levelda fikrlaydigan bo'lib qolasiz. Shu fikrda keyin siz prям variantlaringizni ko'rib chiqasiz. Masalan, men orchestration uchun nima solutionlarim bor? Masalan, bittasi men tayyor open source tool'lar ishlashim mumkin, ikkinchisi bu kompaniyaning o'zini qurgan tool'i bor, o'sha tool'ni ishlatishim mumkin. Uchinchisi men o'zim qanaqadir nimadir yozishim mumkin. Katta kompaniyalarda eng katta farqlardan biri bu shunaqa. Ya'ni bularda ko'pida o'zlarining ichki tool'lari bo'ladi. Ya'ni siz tashqarida o'rganib kelgan tool'lar ichkarida unchalik ishlamaydi. O'shaning uchun intervyuda ham iloji boricha sizni system design skilllaringiz yoki umuman masalan professional odam sifatida siz bilan suhbatlashishga harakat qilishadi. Bular что
masalan deylik siz bitta toolni master bo'lganingiz bilan lekin o'zi umuman professional odam sifatida agar siz data engineering skilllaringiz bo'lmasa men o'ylayman qiyin bo'ladi. То есть intervyularda o'tish yoki ichkariga ishga kirganingizdan keyin ham nima desam bo'ladi, bu yerda ko'tarilish. O'shaning uchun men o'ylayman shu narsalar farqi bor. Kichkina kompaniyalarda farqi yaxshi tomoni byurokratiya kam, tez, ko'pincha security tomonlama unchalik qo'rqmagani uchun siz implementatsiya qilgan yechimlar masalan deylik bir haftada o'sha apply bo'lishi ham qo'llanilishi mumkin. Lekin katta kompaniyalarda siz istaysizmi yo'qmi jarayon sekin. Chunki nimaga? Endi katta infrastruktura sizga juda ham ko'p odam bog'liq. Har bitta yozgan kodingizga, har bitta yozgan yechimingizga, o'zgarishingizga, o'shaning uchun bitta xato qimmatga tushadi. O'shaning uchun bularda masalan deylik, bilmayman, hozir bizda 4 ta environment bor. Masalan, просто так dev pro emasda. Dev, beta, alfa, keyin pro. Juda ham shu narsalar bo'linib ketgan. Lekin masalan siz deylik anaqa men bor, alfa odamlar faqat proda test qiladi deydi. O'shanga anaqa nima desam bo'ladi. Kichkina kompaniyalarda ham shu tomonlama ustunliklari bor deb o'ylayman. Ikkalasida ishlasangiz har xil experience olasiz. Lekin big techda ishlasangiz, men o'ylayman sizni sekin lekin juda ham professional qilib o'stiradi. Masalan, siz ko'p narsalar siz masalan juda ham smart bo'lganingiz, yoki juda ham nerd bo'lganingiz yoki juda ham genius bo'lganingiz bu yerda rol o'ynamaydi-da. То есть siz ham genius bo'lishingiz kerak, ham team bilan ishlay olishingiz kerak. Siz ham collaboration qila olishingiz kerak. Bu aytilishi oson narsalar, lekin aslida qachonki bundan safar qilasiz, masalan siz o'tirganingizda qaysi zadaniya, просто masalan deylik 3 kunda qilib qo'yadigan zadaniyangiz masalan deylik 1 oyga cho'zilganida o'shanda ham shundan safar qilasiz o'zi. Keyin shunda tushunib yetasiz. То есть o'zi collaboration deganda bu faqat og'izdan chiqib ketadigan narsa emas, то есть e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar ekan deb o'ylaysiz. Endi yana aytaman, bu narsalar haligi tuxum tovuq muammosida ham siz o'zingizdan o'zingiz bu skilllarni qurib olasiz. То есть birinchisi bu yoki universitetingizda qanaqadir proyektlarda bo'lishligi mumkin. То есть gruppaviy proyektlar yoki shu ishxonalarda bo'lib turib bo'ladi. Lekin men masala bergan bo'lardim, kichkina kompaniyada ishlasangiz iloji boricha professional bo'lishga harakat qilish kerak. O'zingizda ham nima desam bo'ladi, big techda ishda turganda tutsangiz ham bo'ladi balki, lekin bu har doim ham management bilan to'g'ri kelmaydi. Yana buni tan olishimiz kerak-da. Masalan, ba'zi bir biz nima desam bo'ladi, injenerlarga yoqmaydigan, lekin tan olishimiz kerak bo'lgan narsalar bor-da. O'shaning uchun qo'pol qilib aytganda aytaman, masalan, ba'zi paytda sizni klientingiz emas, sizni menejeringizni xursand qilganingiz xursand qilishingiz kerak bo'lib qoladi-da. Ish davomida korporativ ish bo'lgani uchun. Shunaqa narsalar bor. O'shaning uchun nima desam bo'ladi, bu faqat mening shaxsiy fikrlarim. Shu. Rahmat. Hamma tushunarli. Adashmasam, obunachimizda savol bor ekan. Mr. Dokde. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Data engineer sohasiga kirib kelishingiz qanday bo'lgan va O'zbekistonda turib biza chetda ish topishimiz qanday bo'ladi? Tushunarli. Xo'p, qarang, yana aytaman, siz bilmayman, Mr. Dok. Xullas, aytmoqchi bo'lganim shuki, men faqat o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman. Lekin buni siz masalan deylik eng to'g'ri javob sifatida qabul qilib olmang. Men tajribamda qanaqa o'tgan? Xo'p, savolingizdan anglashib olsam, birinchi savol bu birinchi ikkinchi savolingiz o'zim kirib kelishimsiz, keyin biza qanday topsak bo'ladi? Что tushundim. emas. Endi hammada har xil bo'ladi. Просто biza ham tushundim. Birinchi qanday kirib kelganim haqida menimcha ozgina gaplashdik, lekin yana qaytarib javob beraman. Xo'p, birinchi men o'zi tushundim. Birinchi 2021-yilda men o'zi data bo'yicha ish
ish qidirishni boshlaganman, lekin u payt bozor hozirgidek qolmas edi. Ya'ni nima demoqchiman, ish kam edi demoqchi emasman. Ish bozori yaxshi edi, faqat data bo'yicha ish bozori O'zbekistonda yaxshi emas edi. Masalan, backend bo'yicha ish topishingiz data bo'yicha ish topishdan ancha oson edi. Chunki bozorda vakansiya ko'p edi. Lekin data bo'yicha ish bo'lmagani uchun, lekin men baribir tajriba olish niyatida birinchi bo'lib Python skilllarni o'rganib turib, backend bo'yicha internship qilganman. Keyin internship qilish davomida men Applied Labs degan kompaniyada internship ochilganini ko'rib qolganman, data analitika bo'yicha. Keyin men o'ylaganman, data sohasiga switch qilishim uchun yaxshi step, chunki boshqa birorta yaxshi option ko'rmaganman bozorda. Keyin men Applied Labsda data analitika bo'yicha internship qilganman, internship tuyotganman. Keyin o'sha payt data analytics ochig'ini aytaveraman, to есть o'sha payt internshipdan men full time offer ola olmaganman. Sababini aytishganda menga aytishganki, technical knowledge-laringiz juda ham zo'r, faqat business acumen knowledge-laringiz unchalik yaxshi emas. Ya'ni umuman masalan deylik query yozish kerak bo'lsa yoki deylik Pythonda qanaqadir problem yoki masalan qaysi datani process qilish kerak bo'lsa, ham muammosiz qilib beryapsiz. Lekin shuni o'z biznesga qanaqa ta'siri bor, o'zimman biznesga o'zi siz как biznesmen sifatida qaralmayapsiz. Shu narsalarni menga sabab qilib, menga full time offer ola olmaganman. Men bu feedbackni juda ham to'g'ri, konstruktiv qabul qilganman. Haqiqatdan shu kamchilikni o'zimga sezganman. Keyin nima qilganman? Men data sohasidan chiqib keta olmayman. Men data sohasida qoladigan, lekin business acumen knowledge-lari sal kamroq kerak bo'ladigan soha kerak bo'lgan. Ya'ni ko'proq technical, ko'proq automationlar, o'sha payt data engineering bo'yicha bilib qolganman. Keyin data engineering sohasiga o'tmoqchi bo'lib, har kurslar o'qib, har xil proyektlar qilib yurgan paytimda o'sha men sizlarga aytgan vakansiya ochilib qolgan data engineering bo'yicha. O'sha payt keyin bitta do'stimga Inhada kursdoshimga aytganman, Abdulloh degan bolaga men refer qiling deb. O'sha payt keyin shunaqa qilib kirib qolganman data engineeringga. Shundan keyin boshlanib ketgan data engineeringga kirishim. Eng asosiy, agar kimdir masalan deylik, bilmayman, oramizda data analitikadan data engineeringga o'tmoqchi bo'lsa, men maslahat bergan bo'lardim. Ko'proq cloud, ETL va big data texnologiyalarini o'rgansanglar, o'tishinglar oson bo'ladi. Eng asosiy o'zi data analitikalarda, chunki Python, SQL skillari bor, visualization skillari bor, faqat shu skilllar, data engineering skilllar, shu skilllar kamlik qiladi. O'sha narsalarni o'rgansanglar, menimcha osonroq bo'ladi. Yana aytaman, va'da bermayman. To есть aniq bilmayman, lekin ancha siz nima desam bo'ladi, ehtimollik nimasi oshadi. Shu. Yana bitta qo'shimcha bersam bo'ladimi, savol? Bemalol. Ya, ikkinchi savolingizni javob bermadim, lekin ikkinchi savolingizga javob bersam maylimi? Mayli. Undan keyin mayli. Ha, tushunarli. Xo'p, qanday qilib ish topish mumkin chet elda desangiz, men maslahat bergan bo'lardim. Endi tajribamdan o'tgan eng oson usullardan bittasi bu, bizda o'zi masalan bilsangiz, chet el kompaniyalariga outstaffing qiladigan kompaniyalar bor. Masalan, EPAM bo'lishi mumkin yoki Vention yoki bilmayman va shunga o'xshagan yana boshqa kompaniyalar bor. Agar shular orqali o'rtada ishlasangiz, masalan, siz katta ehtimol bilan o'sha Yevropani yoki US proyektlarida ishlaysiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi bo'lishi mumkin. Siz masalan shu Yevropani standartlari bo'yicha ishlaydigan masalan lokal kompaniyalar bor. Shular bo'yicha shularga masalan nima qilsangiz bo'ladi. Masalan, siz qanday bilasiz uni desangiz, prosta LinkedIn oching, prям teamni ko'ring. Masalan, o'zingiz masalan data scientistlar background qanaqa o'sha kompaniyadagi, oldin qayerda ishlagan. Masalan, agar ular oldin international kompaniyalarda ishlashgan bo'lsa, katta ehtimol bilan o'sha kulturani olib boradi. Ya'ni masalan, ko'proq aytganda founderdan ko'ra sizni teammatelaringizni kulturasi, to есть ta'siri ko'proq bo'ladi. Chunki siz founderga report qilmaysiz, menejerga, o'z team lideringizga yoki senior data scientistga report qilasiz. Agar junior bo'lib qolsangiz, o'shaning uchun men o'ylayman, agar o'sha international Yevropani yoki o'sha nima desam bo'ladi, West kulturasi kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa joylarga kirsangiz bo'ladi.
Uchinchi varianti bu e, uchinchi varianti bu aytgan bo'lardi. O'zi masalan US dan ish qidirib maslahat bergan bo'lardim. Chunki US bilan biz time zonamiz juda ham uzoq bo'lgani uchun juda ham ko'pchilik US dagilar bizni konsider qilinishmaydi. Priboy agar men ish beruvchi bilan gaplashmoqchiman desangiz, o'zi kontrakt yoki remote ishlar bo'ladi. Har xil masalan LinkedInda bo'lishi mumkin yoki deylik yana boshqa masalan ish beradigan platformalar bor. Shundan topsangiz bo'ladi. Endi shular men bilgan yo'llar, men sinab ko'rgan yo'llar, men bosib o'tgan yo'llar. Lekin masalan deylik yana qaysidir yo'llar bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin, shu men bilmagan. Masalan deylik siz masalan qanaqadir tanishingiz bo'lishi mumkin. O'zbekistonda turib chet el kompaniyasida ishlayib turgan, siz o'sha odam bilan gaplashishingiz mumkin, masalan meni ham rekomendatsiya qilgan deb. Shu chunki nima uchun biz tan olishimiz kerak, masalan O'zbekiston bozori hali masalan Ukraina yoki Belorussiya yoki deylik Indiyachalik bozorda hali unchalik haligi mashhur emas. To есть ishchilarni remote masalan deylik Yevropada turibdi, O'zbekistonda ishchilarni olib ishlatgani hali unchalik prям mashhur bo'lib ketmagan. Masalan deylik men masalan kompaniyam bo'lsa, masalan o'zbek bo'lmasam, men arzonroqqa tashqaridan ishlatmoqchi bo'lsam, hayolimga birinchi bo'lib O'zbekiston kelmaydi. Yoki deylik birinchi 5 talikdan kelmasligi mumkin. Faqat keladigan davlatlar masalan shu Belorussiya, Ukraina, Indiya yoki masalan Qozog'istonmi, bilmayman, shunaqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'shaning hisobiga o'zingiz sal ko'proq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Shu. Data injenerlar uchun eng kerak bo'ladigan 5 ta maslahat ishga kirishgacha bo'lgan. Shaxsiy tajribadan. Endi yana aytaman, farq qiladi-da bu. Aniq shaxsiy tajribadan aytmoqchiman-da. Hammada shaxsiy tajriba. Tushundim. Masalan mana juniorlar uchun bu farq qiladi, seniorlar uchun bu farq qiladi. Siz darajasi bilan seniormisiz? Men o'zim senior deb hisoblamayman. Chunki nimaga? Masalan Big Tech kirganingizda odatda shuni aytishim kerak, Big Tech kirganingizda doim sizni down level qilishadi. Masalan siz senior bo'lib O'zbekiston kompaniyasida ishlaysiz ham, siz bu yerga junior bo'lib kirishingiz mumkin. Juda ham bo'ladi bu narsa nima qilgan, lekin buni katta plusi siz tez o'sish, masalan promotion olishlaringiz yoki keyingi ladderga o'tish uchun konkret bularda standartlar bor. O'sha standartlarda tezroq o'tishingizga ancha tez bo'ladi. Masalan 6 oyda siz уже masalan middle kirgan bo'lsangiz 6 oyda senior ko'tarilishingiz mumkin. Chunki siz down level bo'lganingiz uchun. Endi xo'p, siz savolingizga qaytadigan bo'lsam, qisqa qilish kerak qilaman. 5 ta eng kerak bo'lgan ko'nikmalardan bittasi xo'p, endi hard skilllar aytamizga yoki soft skilllar aytaymi? Qanaqa? Ikkalasidan ham mayli. Misol uchun biza menimcha data injenerlarda soft skilllar kamroq bo'lsa kerak. Iloji boricha hard skilllar ko'proq, ya'ni kod yozish. Misol uchun hozir tushundim. Biznes tarafdan ko'p qaramasa kerak-da data injenerlar. Endi bilmadim, holatga qarab. Kompaniyalarda anaqasi talabi odatda anaqaga qarab farq qiladi. Texnologiyalari yoki boshqa narsalari, to есть o'sha paytda bo'ladigan proyektga qarab farq qiladi. Masalan, odatda data engineer narsani tan olishimiz kerak. Sal responsibility'lar o'zgarib turadigan rol. Nimaga? Masalan, ba'zi kompaniyalar kichikroq bo'ladi yoki boshqaroq bo'ladi. Ular data engineerga software engineerda ham yoki DevOps engineerda ham responsibility'larni yuklaydi. Masalan, CI/CD pipeline'lar qurish, ularni masalan deployment qilish, ular monitoringlarini to'g'irlash. Qaysi data engineer, qaysi kompaniyalar data engineeringga faqat data analyst responsibility'larni beradi. Masalan, Python, SQL visualization qilish. Qaysidir kompaniyalar data engineerga machine learning engineerda responsibility'larni beradi. Prям siz data engineerdan tashqari modellarni qurishingiz kerak bo'ladi. O'shaning hisobiga qanaqa ma'noda farq qiladi deb o'ylayman. Lekin hard skilllarni to'g'risini aytsam sanamayman, chunki ularni siz mana mendan yaxshi javob olishingiz mumkin ChatGPTdan so'rab. Shuning uchun men sizga maslahat bergan bo'lardim, Mr. Dod. Qolganlarga ham, to есть iloji boricha masalan deylik ChatGPTdan yoki Googledan, lekin bilinglar, lekin maslahatim buni oddiy yo'li, masalan siz 100 ta job description ko'ring o'zingiz lokatsiyangizdagi, o'shanda masalan deylik eng ko'p so'raladigan skilllar bu o'sha hard skilllar bo'ladi. Endi
soft skill'lardan men aytganimda birinchi o'zingizni prezent qila olish. Ya'ni masalan hozir bozorda masalan data engineer ham ko'p, CV'si yaxshi bo'lgan odamlar ham ko'p. Siz shunaqa qilishingiz kerakki, что sizga qiziqishim kerak men. Rekruter bo'lsam, siz rezyumengizni o'qishim uchun qiziqishim kerak. Profilingizni ko'rsam, profilingizni yana ham ko'proq masalan birinchi 1 sekund vaqt ketkazgan bo'lsam, qarashga o'shani yana men 5 sekund qo'shimcha qarashga vaqt ketkazishim kerak. Endi masalan bu temada ko'p gapirsak bo'ladi. Ya'ni aytadiki, agar nima deydi, hamma xohlay turgan, to есть hamma xohlay turgan rezultatni xohlasang, to есть hech kim qilmay turgan ishni qilgin degan masala beriladi. Lekin buni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Ya'ni qanaqa tushunishadi? Masalan, men sizga tushuntirib beraman. Hamma masalan ish qilib turgan bo'lsa, yoki data engineering masalan qanaqadir big tech kirib turgan bo'lsa, kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin-da. Yo'q, hamma ish qilyapti, men ish qilmayman, men boraman, ketmon chopaman. Masalan, yoki deylik men boram, yoki ketmon chopishga hech qanaqa men qarshiligim yo'q. Prям uni u kasb men просто aytmoqchimanki, o'sha masalan deylik hamma opit olmasdan turib masalan deylik, to есть qanaqadir masalan ish qidiryapti, yo'q, men opit olmayman-da, men primoy masalan o'zim proyekt boshlayman deyish mumkin. Bu aslida noto'g'ri tushunib olishganda men sizlarga boshqaroq aytgan bo'lardim. Ya'ni o'sha narsani xohlang. Masalan deylik, mana ishga kirishishmi, o'shani xohlang, faqat uni boshqa odamlar qilmagan usulda xohlang. Masalan, CV'ni boshqa odamlar yozmagan usulda yozishingiz mumkin. Yoki deylik masalan qaysi proyektlarni masalan deylik siz masalan kimdirlar masalan YouTubedan просто masalan shablonoviy proyektlar qilib turgan bo'lsa, siz haqiqiy masalan biznes problem yechadigan, impact qiladigan masalan proyekt ustida ishlashingiz mumkin. Ya'ni siz avtomatik hech kim qilmagan yoki deylik juda ham kam sonli odamlar qiladigan ishni qilyapsiz-da, lekin maqsad baribir bitta. O'shaning uchun shu joyda adashib qo'ymasliklarini maslahat bergan bo'lardim. 5 ta ko'nikmaga to'g'risi hard skilllarni ayta olmayman. To есть bular masalan aytish mumkin, Python, SQL da turib men savolingizga hali oson javob berib qutulishim mumkin-da hozir, tushunyapsizmi? Shunaqa bermayapman, işte buni siz chunki boshqa joydan ham olishingiz mumkin javobni. Soft skilllardan men aytishim kerak bo'lgan narsa bu communication, o'zingizni anaqa qila olishingiz, nima desam bo'ladi, present qila olishingiz. Uchinchisi bu adaptability. Kerak paytda qaysi responsibilityni, qaysi skilllarni o'rganishni bilishingiz kerak. Shu. Tushunarli, katta rahmat. Yana kimdirlar? Tak, yana avazda savol bor ekan. Keyin bitta savolni chatdan ham o'qib ketamiz. Bo'ldi. Aniq avaz aka. Assalomu alaykum. Javohir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Javohir aka, menga aytdingizmi yo'qmi bilmadim. Bloombergdagi ish jarayoni haqida aytib bera olasizmi? Misol uchun kunduz qanaqa o'tadi, qanaqa to'ladan sotasiz, o'zi umuman atmosfera qanaqa Bloombergda shu vaqtda? Xo'p, tushunarli. Yana aytaman, masalan, xohlasam bu haqida masalan 1 soat gaplashishim mumkin, lekin yana aytaman, qisqa qilishga harakat qilaman. Mayli. Agar masalan sizga imenda qiziq bo'lgan joyini aytsangiz, men yana uskilashim mumkin. Lekin umumiy qilib aytadigan bo'lsam, bu birikta ish jarayoni, agar masalan work life balance tomonlama qaraydigan bo'lsangiz, juda ham zo'r. Lekin masalan siz ishlaydigan muammolar qiyin bo'ladi, lekin siz burn out bo'lmaysiz. Ular shunaqangi masalan deylik tight deadline'lar bo'lmaydi yoki deylik juda ham work life balance yaxshi ushlaydi. Hali overtime ishlamaysiz, lekin yaxshi muammolar ustida ishlaysiz. Endi ikkinchisi menga juda ham challenge bo'ladigan payt nimasi bu? Birinchi kirganimda bu domain. Ya'ni bu Bloomberg financial datalar bilan ishlaydi baribir. Masalan, men umuman finance bo'yicha backgroundim bo'lmagan. Men faqat techdan chiqqan odamman. Siz qanaqadir borada masalan deylik men doim masalan deylik berilgan zadaniyani shunchaki qilishni yomon ko'raman. Nimaga qilinib turganini tushunishim kerak. Odatda betga Bloomberg kirishimdan oldin kompaniyalarda tushunardim, chunki u domenlar tushunish osonroq edi. Lekin betga kirganimdan keyin shu narsani tushunishim qiyin bo'lgan. Masalan, deylik, mana shu ishni qilishimiz kerak desam, men kamida bir 4 ta odam bilan gaplashishim kerak hozir. Masalan, product teamdan gaplashishim kerak. Deylik, masalan, deylik
injener team bilan gaplashishim kerak yoki deylik masalan client bilan ishlayib turgan support team bilan gaplashib ko'rishim kerak. Nimaga bu narsa, nimaga o'zi menga kelib qoldi osmondan bu zadaniya. Shuni hisobiga nima desam bo'ladi? Domen tomonlama men ozgina qiynaldim. То есть domen chunki fintech domenda. Masalan siz big techda ishlasangiz, big techlarni yana ichida juda ham kichkina komandalar bo'ladi. Komandangizga qarab turib sizni ishingiz o'zgarib ketishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, siz do'stingiz, aka, masalan, siz do'stingiz bor, bir xil levelda, bir xil skilldasiz. Masalan, ikkovinglar ham big tech kompaniyaga kirdinglar. Bir xil data engineer bo'lib kirdinglar, lekin ikkovinglar umuman prям ikki xil programming language ishlatishinglar mumkin. Ikki xil prям problemani ustida ishlashingiz mumkin. Shuning uchun komandaga qarab farq qiladi odatda. Siz ya'ni big tech kirishda odatda technical skilllaringizdan tashqari siz team bilan ham match bo'lishingiz kerak. Ham odatda masalan team intervyular, teamdagi o'sha menejerlar bilan intervyu bo'ladi. Ular bilan ham siz qanaqadir gollaringiz, qiziqishlaringiz match bo'lishi kerak. O'shani hisobiga bu yerda komandalarga qarab turib farq qiladi qilib turgan ish. Endi qaysi toollarni ishlatasiz desangiz, hamma toolga masalan biz Bloombergda o'zi ichini in-house tool qurgan toollar bor. Masalan, database ham prям Bloomberg o'zi database qurgan. Masalan, query language ga SQL emas, masalan, BigQuery qurgan. Xuddi shunaqa masalan deylik bizda DFR, DTP degan toollar bor. Bular xuddi o'sha masalan biz tashqarida ko'rgan haligi masalan Airflow toollar yoki deylik automation toollar. Masalan deylik AI agentlar qurish uchun LLM Studio degan bular o'zlari in-house qurib chiqishgan. Nima uchun? Bizda chunki datalarimiz juda ham confidential, price juda ham yuqori bo'lgani uchun hammasi bular o'zlarining toollarini qurib chiqqan o'zining use case'iga qarab turib. Shuning uchun odatda bunaqa big kompaniyalarda odatda siz injener bo'lib ishlasangiz, produkt ustida emas, siz o'sha boshqa kollegangizga xizmat qiladigan toolni ustida ishlashingiz mumkin odatda, injener bo'lib ishlasangiz. Shuning uchun bular даже software engineer bilan data engineerning rolini ajratishgan. Men hozir data engineer bo'lib ishlayman bu yerda, lekin qaysidir masalan software engineer bo'lib ishlagan kollegalarim men uchun qurib bergan toollarni ishlatib turib men yechimlar qilishim kerak. Shu asosiy ishlatib turgan toollar. Chunki men hozir sizga aytganim bilan ular tushunmaysiz. Masalan, GitHubda ham ishlatdingiz, GitHubni o'rniga masalan deylik o'sha BB GitHub deydi, Bloomberg GitHub deb turib, bular o'sha Bloomberg GitHub enterprise version menimcha bular integratsiya qilishgan. Shunaqa, lekin haligi sistema bir xil. Masalan, merge qilishlar yoki deylik anaqa environmentlar, shu narsalar hammasi pastda bir xil. Siz bu skilllarni siz boshqa katta kompaniyaga yoki boshqa umuman любой joyga kompaniyaga o'tsangiz ham bemalol apply qilib ketishingiz mumkin. Chunki siz endi toolga bog'lanib qolmagan odam bo'lasizda. Siz faqat shu problemani hal qilish uchun jarayonga bog'langan odam bo'lasiz. Shu jarayon qilish uchun qaysi tool bo'lsa tanlab ishlab ketaverasiz. Shunaqa. Savolingizga javob berdim bilmadim. Katta rahmat. Usul vaqtimiz kamroq qoldi. Faqat bitta savolni o'qib chiqamiz chatdan. O'zbekistondan bakalavr diplom bo'lib, katta chet el big tech kompaniyalarga data engineer bo'lib qanday yo'l bilan topshirishni maslahat berardingiz? Magistratura yoki to'g'ridan to'g'ri bakalavrdan keyin? To'g'risini aytaman, bilmayman. Ya'ni it depends. Yani hamma uchun anaqa bir xil. Nima uchun? Men sizlarga aytaman. Masalan, Rustam degan o'rtog'im bo'lgan. Anaqada kursdoshim, Inhada kursdosh bo'lganmiz. Nima bo'ldi? Men o'qishni bitirib magistraturaga kirdim. U bakalavrdan turib O'zbekistonda ishladi. Keyin ikkalamiz ham big techga kirdik. Masalan, ular Rustam masalan Google'ga kirdi, men Bloombergga kirdim. Lekin vaholanki ikkalamizning yo'limiz har xil. Xuddi shunaqa masalan betda ham ya'ni aytmoqchimanki, hech narsa siz to'xtatib turgani yo'q. То есть bakalavrni bitirib turib ham kirishga, lekin обязательно masalan magistraturaga kirib kirishingiz masalan siz qanaqadir ma'noda shansingizni yaqinlashtiradi. То есть shansingizni nima desam bo'ladi, oshirishi mumkin. Lekin men sizga yana bitta narsa aytgan bo'lardim. Nima desam bo'ladi, romantize qilmang. То есть masalan chet elda o'qishdi,
yoki deylik именно masalan sizda hozir yo'q bo'lgan jarayonda masalan deylik yo'q bu bola hozir masalan deylik mendan oldin boshlagan masalan deylik bu bola mendan oldin boshlagan o'shaning uchun bunda ish kirish oson deb turib ko'pincha odamlar buni o'zini haligi bahona qilish uchun o'zidan masalan deylik yaxshiroq yo vaqtroq boshlagan yoki deylik yaxshiroq lokatsiyadagi odamni romantize qilishadi и men o'ylayman то есть farqi yo'q bakalavrdan bo'lib kelsangiz ham magistradan kelsangiz ham ikkalasida ham yo'l bor endi masalan magistratura bilan mana bunaqa narsada magistraturaga kelib ish topib juda ham ish topish qiynalib то есть ish topa olmasdan turib masalan qaytib ketib turgan odamlar ham juda ham ko'p ya'ni sanoqli emas ko'p juda ya'ni masalan deylik tarozi qaysi biri ko'proq desangiz ish topolmasdan yoki deylik umuman shu ishda o'zini karyerasi bo'yicha ish topolmasdan yurganlar ham ko'p o'shaning uchun nima uchun men aytgan bo'lardim har xil faktorlarga bog'liq bu yerda masalan nima desam bo'ladi sabab bo'ladigan faktorlar ko'p endi baribir siz xohlaydigan javob bilaman hozir masalan siz xohlaydigan javob shu bo'lyaptiki masalan magistraturaga kelib turib buni davlat kelib turib mana universitetga kelsangiz то есть bemalol kirib ketaverasiz degan javobni kutyapsiz lekin unaqa deyolmayman chunki men sizga prям rost gapirishim kerak hamma nimada farq qiladi ya'ni ikkalasida ham yo'l bor faqat magistratura o'qishingiz bu siz boshqa faktorlarga ham ta'sir qilishi mumkin masalan siz o'zingiz bilmayman то есть shu davlatda o'qishni boshqa niyat bordir ya'ni motiv faqat bitekga kirish emasdir shu narsalarni hisobini olib turib tanlasangiz bo'ladi lekin agar masalan maqsadingiz faqat biktek bo'ladigan bo'lsa magistraturasiz ham iloji bor shu o'zi shunaqami savolga javob berdimmi savol adashmasam shunaqa edi savol tak yana bitta savolga vaqtingiz bo'ladimi bo'ladi так так LinkedIn profilingizni yana so'rabdi chatda tak и O'zbekiston kompaniyalaridagi experience qanchalik hisobga o'tadi Germaniya marketida endi yana aytaman qaysi kompaniyada ishlaganingizga bog'liq masalan O'zbekistonda lekin mana men sizlarga bitta narsani aytib beraman то есть rol o'ynaydi baribir даже yaxshi tomonga bo'lmasa ham hech bo'lmaganda yomon tomonga bo'lsa ham rol o'ynaydi sababini aytib beraman men Bloombergga kirganimda то есть Bloombergga kirganimda menga background check qilishgan ya'ni siz shu paytgacha rezyumengizda applicationingizda yozgan hamma daniylarni validmi o'sha rostmi rost emasmi tekshirib chiqishadi masalan universitetimga aloqaga chiqishgan men oldin ishlagan kompaniyalarimga hammasiga aloqaga chiqadi va ular men haqimda har xil questionni to'ldirib chiqishadi даже qo'pol aytganda masalan siz offer olgan bo'lsangiz ham offeringiz cancel bo'lib ketish anaqasi bor menda shu payt hamma kompaniyalarimga chiqishgan muammo bo'lmagan faqat birinchi men ishlagan kompaniyam bu unofficial ishlagan edim u yerda ya'ni даже internship qilganimda oyligam olmaganman и qanaqadir official kontraktim ham bo'lmagan referlar bilan kirganman o'shani yozgan edim и o'sha yerda ishlaganimni tasdiqlaydigan hech narsa bo'lmadi official даже oylik olganimman o'sha narsa juda ham ko'p vaqt oldi bulardan даже juda ham kichkina kompaniya bo'lmasa ulardan то есть Bloombergda aniq siz background checkingizni tasdiqlaydigan kompaniyalardan 2 oygacha prям 2-3 oygacha juda ham ko'p vaqt olgan o'sha narsani men hal qilishim ya'ni men aytmoqchimanki shu tomonlarda baribir masalan ular yozilgan narsani то есть hisobga oladi o'shaning uchun shunga ehtiyot bo'linglar agar bitta kirib turgan bo'lsanglar background check jarayonini ham hisobga olinglar endi rol o'ynaydimi deganda masalan mana agar rast shu tomonlama qaraganingizda masalan O'zbekiston kompaniyalari hisobga oladigan bo'lsa demak menimcha rekruterlar ham rol hisobga oladi lekin yana aytaman kompaniya qaysi kompaniyaga ishlayingizga bog'liq masalan deylik qaysidir international kompaniyada ishlashingiz bilan masalan small size startupda ishlashingiz farqi bor lekin yana men o'ylayman startda ko'proq responsibilitylaringiz qilgan ishlaringiz rol o'ynaydi что qaysi kompaniyada ishlaganingizdan ko'ra deb o'ylayman
O'zbekiston sharoitidan kelib chiqadigan bo'lsak, chunki hali O'zbekistonda masalan unaqa big tech bo'lib ketgan kompaniyalar yo'q. Masalan, katta bizneslar bor, lekin big techlar hali yo'q deb o'ylayman. O'shaning uchun qaysi kompaniyada bo'lsa ham ishlashingiz unchalik katta farq qilmaydi bir-biridan. То есть ikkinchi o'zbek kompaniyasidan uncha farq qilmaydi demoqchiman. Javohir aka, vaqtingiz uchun katta rahmat. Obunachilarimizga ming bor uzr. Hamma savollarni o'qib chiqa olmaymiz, chunki vaqtimiz уже o'tib ketdi. 10 minutga. Sizga yana bir bor Alifdan katta rahmat. Bo'ldi, sizlarga ham rahmat. Obunachilardan uzr so'ragan bo'lardim. Что bizda texnik muammo bo'ldi boshida, bilmayman, bir 20 minut vaqt yo'qotdim. Shunaqa Telegramda sal problem bo'ldi. Rahmat hammaga. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling.